internet, ijtimoiy tarmoqlar bu bizga taklif etilgan bir platformada. Platformadan siz o'sha imkoniyatdan qaysi maqsadda foydalanishingiz. Sun'iy intellektga ko'pchilik bir mo'jiza sifatida qarayapti-da. Lekin sun'iy intellekt bu undan mo'jiza kutmaslik kerak, u bilim emas. U shunchaki bizga vosita, adabiyotimizda yechimini kutib turayotgan, yillab hal bo'lmayotgan muammolar bor. Nimaga men o'zi kitob o'qishim kerak degan savolga o'zingiz nima deb javob berardingiz? Kitob o'qib nimagadir erishganini juda ko'p shaxslar isbotlab qo'ydi. O'zimizni madaniyatimizni birinchi o'rinda o'zimizga qanday qilib sochishimiz kerak? Bugungi kitobxon boshqa, hattoki bugungi yoshlar boshqa. Ular kitobxon insonga havas qilishni boshlash kerak. Kitobxon deganda juda odmi odamni ko'rish kerak emas. Bizning jamiyatimizga bolalar havas qiladigan shaxslar kerak. Kitobxon inson avvalo o'zini boshqacha rakursdan ko'rsatishga majbur bo'lib qoldi va hattoki yozuvchilar ham. Baribir bir kun kitob trendga chiqadi. Qachonligi o'z qo'limizda.